Ama bir narsani qabul qilmayman qarindoshlar. Buni hargiz qabul qilmayman. Ya'ni bütün neçe milyon adamimiz lagerda yatgan turib. Teği ba'zilari var. 5 balam var. 3 tanesi kız, 2 tanesi oğul, hemmisi lagerda balalarning apısını mı ekitipti lagerga. Xitoylar nega bir nima ish qildi bilmayman. O'zamishadi yashayaptimi. Ammo o Falastinlik dörtler 4 tuxumni toshga urib 4lik qilibdi. Men buni qabul qilmayman. Bu yerdagi masala uningdagi 4lik emas, seningdagi 4lik. Qarinchim. Qara, sendek yaşınız kelmepti deb o'ylamadingmi ularni? Men ularni qo'llamayman, abay deganimdek terrorchilik qildi ular, xalqni o'ldirdi. Ammo sen bilan, ya'ni biz bilan bizning ulardan dumus qilgan bir yerimiz var. Ular bizdek yashashni xohlamay o'lim yo'lini tanlabdi. Hiç bo'lmasa, ağlamazsan bari gülmekten utan deydi. Biz bu halda urug' tuxumimiz yashaydi, ota-onamiz yashaydi, bolalar yashaydi. Bunda labdurdek yaşayotgan bo'lganki biz chet elda. Hiç bo'lmasa og'zingni yum ya. Gapirma. Chiqib bu dörtler munda qildi-ki, sencho ko't desa nim deysa? Sencho qancha balan qoldi vatanda ayollig'im nima ish qilyapti? Sen shunda yashayotsa desa nim deysa? Qandaq degan izonsiz bir numussiz bir to'pqa aylanib qoldik biz. Buni qabul qilmayman qarindoshlar. Ularni dörtlik qildi, yana bizim qildi degan salohiyati yo'q bizning miltimizning bugun. Nima salohiyating var? Bizdek yashashni xohlamabdi. Buningdan o'laplik ketayli debdi, berib toshga uribdi. O qaysi tuxum, qaysi tosh deb o'rg'aldi bizni ko'rimizda. Ammo ma'qul ashli tuxum bo'lsin, dört olsun, kalva olsun, uni abay men analiz qilgandek İsrailiyaning bosh ministrini bulungu nıqtıgan bo'lmasin. Ofisar yeyme degan peşki deb o narsalarni o'ylashmalar ma'qul. Dört şu kalvaka bo'lsinmi? Bizning ma'dudlarni deyish salohiyatimiz bormi? Yani bizdek yashashni xohlamabdi. O'lgisi kelibdi. Şu yerdagi masala ulardagi dörtlik emas. O savolni so'ragan misol men tushuntirib qo'yay. Bu yalnız Falastinliklar emas, chunki Ukrainaliklarmi shu. O'zining kuchli Ruslarning tajovuzchilik urushyotgandan bir yurikimizning yeriga ya men bir kuni bir Xitoyni bir mo'rlavarsam, bir tatlavarsam, bir tishlavarsam bir yerlarni anadiki o'lsam mayli degan bir narsani yoqmasdinmish Ukrainaliklar ham Falastinliklar. Bu dörtga bilan ojiz turib kuchli urushibdi degan bo'lsangiz, siz ko't qarindoshim ko't. Tamam? Shuning uchun men buni hargiz qabul qilmayman. Abay deganimdek taraf bo'lib urushamsil demiş qilsangiz o'zingiz şey. Teşkilatlı xato bayonot yo'ram degan bir narsalarni unutdim ranjimayman. Ammo ma'ni qabul qilgan narsa bu odamlikdan chiqdimiz. Bizga bugun o'zimizda qanmagan ruhni boshqalardan izlaydigan vaqtimiz hozir. Meni bir tishlab olay, meni bir tatlab olay. Mayli o Falastinlik olamdı, Ukrainalik olamdı, yoki Kubalik olamdı, yoki Meksikalik olamdı, kim bo'lsin, ojiz, o'zidan kuchlikka ishg'olda qolgan tuproqimni qo'g'dayman deb itilgan ishkan biz ugundigan bir ruh var u yerda. Uni his qilmasdan Mavlaning dötligini aytdik. Shuning uchun qarindoshlarim, abiyam analizim shu, anadikin bizning millatda bunday masalalar kelgan vaqtida odamni nimadan chiqarib o'tdi-ku. Elim o jiq ig'ir bis qadamlarning birisi men. Ammo bu qadar bo'lmaydi. Shunga